Tush. Tushmayman. Tushdaman senga. Yana kirsam shu hol davom etadi. Menga qara. Nima bo'lishidan qat'iy nazar chidaysan, tushundingmi? Ko'zing siydigini oqqizib borurmagan uyga. Yur. Sen kelib tur, telefon jiringlab qoldi. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum Adijon. Aleyküm assalom. Keling qizim, nima qilib turibsiz shunday tegida? Kiring uyga. Voy nima deyapsiz? Bu yetimcha qayerga kiradi? Assalomu alaykum oyijon. Ha, akayniki 2 kun ham sig'madingmi? Haydab yuborsam mushukka o'xshab kirib kelsa? Qo'y onasini haqimi. Siz jim o'tiring, aralashurmang. Bo'pti, zaril bo'lmasa o'zim telefon qo'raman. Voy yetimcha, ikkala qulog'ingni eshitib olgin. O'g'limmi, qiz bolasiga uylantiraman. Yo senga kerakmi? Yo'q, ona, menga bunaqa xotin kerak emas. Siz nima istaysiz shu? Aka, Bor kiyimlaringni yig'ishtir, hammasini ketamiz. To'xtang bolam, shoshilib xulosa chiqazmaydi. O'tiring, gaplashib olaylik. Eshitgan gapni eshitib bo'ldim. Erkak kishining haybatini his qilmagan xonadonda seni mahor bo'lib yashashini xohlamayman.